Instagramda millionlab prosmotr olayotgan bu klubnikali desertni biz ham arzon usulda uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. 55 mingdan klubnika olmasdan 15 mingga 2 dona kividan shunaqa zo'r shohona desert tayyorlasa bo'ladi. Ichiga esa svoyardi pechenniesi ishlatilgan, lekin men uy sharoitida osongina o'zimiz biskvitdan tayyorlab ishlatdim. Agar siz ham uyda biskvit tayyorlab ishlatsangiz, ancha barakali va mazaliroq chiqadi. Hammada bir xilda o'xshab chiqadigan bu biskvit retseptini izohda to'liq yozib qoldiraman. Xohishga ko'ra oq biskvitdan ham foydalansangiz bo'ladi. Agar umuman biskvit tayyorlashni bilmasangiz, mani sahifamga kirib, barcha usulda tayyorlanadigan biskvitlar retseptini olishingiz mumkin. Aniq bilaman, sizda ham bir martada o'xshab chiqadi, chunki barcha retseptlarni ishonchli va o'z sinovimdan o'tkazib joylayman. Kremi uchun esa Purmilkning mazali qaymoqlaridan foydalandim. Tvorojniy sir, saxarniy pudra, vanillinni qo'shib mikserlab olamiz. Endi esa o'zingizga qulay bo'lgan chuqurroq kattaroq idish olasiz. Ichiga strech paketini joylab olamiz va yaxshi pishgan 2 dona kivini olamiz, yupqaroq qilib kesib olamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib terib olamiz. Ichiga krem, biskvit, krem qilib orqa-orqa terib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib oxirida ham kremni surib, strech paketini ham yopib, muzlatgichga 2-3 soatga qoldiramiz. Yaxshilab o'zini formasini ushlab olgandan so'ng ochib, orqasini o'girib olamiz va dasturxonga tortamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali va oson desertimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.